Men Urganch davlat pedagogika institutining fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishining 2-bosqich talabasi degan Mobid Tursunman. Bugungi laboratoriyamiz diffraksion panjara yordamida yorug'likning to'lqin uzunligini hisoblash, aniqlash, ya'ni bunda bizga kerak bo'ladi diffraksion panjara, lazer, metr kerak bo'ladi, shtangersh qulam kerak bo'ladi. Bundan maqsad diffraksion panjarada, ya'ni to'lqin uzunligida o'tirganimizda nurni egilishi bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan narsalar aytib o'tdik. Endi biza shu formuladan foydalanamiz. Lambda teng d sinus phi taqsim n. Bu yerda d'miz doimiy, sinus phi'miz bu yerdan keltirib chiqarsak, bu phi burchak. Bu yerda diffraksion panjara turadi. Diffraksion panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa x, ya'ni masofasi x. Keyin markaziy nuqtadan birinchi nuqtagacha bo'lgan masofa y bo'ladi. Buni yana qisqartiribroq yozsak, formulani aniqroq qilib, d sinus phi taqsim n. Tangens phi'ni o'zi y taqsim x bo'ladi. Tangens phi ya'ni burchak, yopishgan burchakka qarshisidagi kotletga nisbatan tangens phi'ni beradi, ya'ni y taqsim x ni beradi. Bizda hozir laboratoriyani bajarib o'tamiz. Bizda lazer bor, diffraksion panjara bor. Keyin shuni o'lchaymiz. Endi mana ekrandan diffraksion panjaragacha bo'lgan masofani o'lchab o'tamiz. Shuncha bo'lgan masofamiz 61,5 cm ni ko'rsatib turibdi. Keyin bizlari ya'ni bosh markaziy o'qdan nuqtagacha bo'lgan masofani o'lchasak, o'qdan bir nuqtagacha bo'lgan masofani aniqlab olamiz. O'lchasak 8,5 millimetrni ko'rsatib o'tdi. Endi formulaga qo'yib, berilganlar yozib olamiz. Formulaga qo'yib, hisob-kitob qilamiz. X'imiz, ya'ni aytib o'tganimda 61,5 cm ni, y birimiz, ya'ni y'imiz 8,5 mm ni ko'rsatib o'tdi. Bundan lambda teng d y taqsim n ko'paygan x. Bunda d'miz doimiy, ya'ni 5 metr ni tashkil qiladi. Y'imiz 85 ko'paygan 2. Keyin n'imiz 1, ya'ni birinchi nuqta bo'lgani uchun bittagina nuqta bo'lgani uchun 1 qo'yiladi. Keyin 61,5 cm aytamiz, qo'yamiz va hisoblasak santimetr bilan santimetr qisqarib, buni ko'paytirsak 690 nanometrni keltirib chiqadi. Keyingi laboratoriyalarni aniqlash uchun y-likni o'lchasak 16,9 mm chiqdi. N'imiz, ya'ni ikkinchi tartibdagi markaziy o'qdan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan masofa 2 bo'ladi. Keyin uni hisoblasak, yorug'likning to'lqin uzunligini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu laboratoriyamizda qizil rangli to'lqin uzunligi kelib chiqdi. Bugun talabalarimiz Urganch davlat pedagogika institutining 2-kurs talabalari diffraksion panjara yordamida yorug'lik to'lqin uzunligini aniqlash laboratoriyasini o'rganib amalda bajarishyapti. Har bir talabamiz shu to'lqin uzunligini qizil, ya'ni lazerda tushirilgan to'lqin uzunligini har xil masofalarda o'lchab, har bir laboratoriya jihozini, laboratoriya jarayonini birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va n'inchi holatlarda, masalan 12 ta talabamiz bo'lsa, 12 tasi ham xuddi shulardir bir-biriga o'xshamagan holatda hisob-kitoblarning natijalarini olib borishadi.
har kuni hisob kitob natijasini olib borishgan taqdirda ham to'lqov uzunligi shu 9690 nanometr to'lqov uzunligini ko'rsatadi, chunki bir xil qizil lazer nurini tushiryapmiz diffraksion panjaraga. Endi bizlarda bajaradigan narsamiz nima bo'ladi? Qolgan talablar bajaradigan ishi diffraksion panjaradan ekrangacha bo'lgan masofani oshiradi yoki kamaytiradi. Markaziy nuqtadan keyin diffraksion to'lqinimiz nuqtalarga ajralganda birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta hosil bo'ladi. O'shalarni masalan N1, N2, N3 holatlar uchun formulangizni qo'yib turib, nimani hisoblab chiqadi? Ya'ni mana shu xuddi shu tartibda hisoblab chiqadi. Diffraksion panjarani to'lqin uzunligini hisob kitobini qilib borishadi. Hisob kitobda, ya'ni diffraksion panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa ekrandagi nuqtaning markaziy nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan masofalarning nisbatini olinib, hisob kitoblar qilinganda oxirgi yechim baribir 690 nanometr chiqishini biz amalda hisob kitobini qilamiz. Agarda har bitta talabamiz hozirda shunaqangi ishlatadigan bo'lsak, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Uni ko'ruvchi, kuzatuvchilarning zerikib qolishi, mana inobatga olgan holatda bugungi laboratoriyamizda mana talabalarimiz, Urganch talabalarimiz chiroyli qilib tushuntirib berdi. Qolganlarini ham xuddi shunaqa bajaramiz.